Tezda makiyaj qilamiz, chunki biz sizlar bilan внезапно aylanishga boryapmiz. Kim mana Instagramimga obuna bo'lgan, обязательно storiesimni kuzatib yuringlar, chunki men u yerda birinchi bo'lib hamma ma'lumotlarni o'sha yerda aytib beraman. Sizlarni bloger bo'lishlaringizga ozgina yordam beraman va o'zimning maslahatlarimni beraman. Bo'lib bloger bo'lish uchun beradigan maslahatim bu hech qanaqa blogerlik kurslarini sotib olmang. Chunki bizning blogerlik kurslarimiz rus blogerlik kurslaridan juda ham katta отличаться qiladi. Rus blogerlik kurslarida sizga как minimum teoriya faktlar beriladi. Montaj qilishni borib o'rganishingiz mumkin yoki SMM target yoqishni o'rganishingiz mumkin. No, nikak bloger. Blogerlik bu liba sizda bor, xarizma, xarakter, ochiq ko'ngillik, kameraga chiqib gapirib bilishingiz kerak. Iliji bu narsa sizga umuman yo'q. Siz real qanaqadir blogerlarni blogerlik kursiga real bormoqchi bo'lsangiz, birinchi bu kasbni boshlang. Birinchi shu ichida yuring, qanday nima qilinishi. Keyin постепенно sizlarda savol keladi va o'sha payt siz уже savollaringiz bilan qanaqadir kurs sotib olishingiz mumkin. Eng ko'p keladigan savol bu bloger bo'lishni xohlayman, lekin nimadan boshlashni bilmayman. Bu savollaringizga ikki xil javob berib bilaman. Birinchisi bu nima qo'lingizdan keladi, qanaqa hobbingiz bor, nimani siz superskiy qilasiz, nima sizga o'zingizga yoqadi, qanaqa berish qo'lingizdan keladi va shu ishni bemalol qilishingiz mumkin. Yokida в будущем qanaqa reklama olmoqchisiz. Например, kosmetikaga reklama olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq makiyaj qilib video oling. Одежда yoki qanaqadir aksessuarlar sizga yuborishlarini, reklamaga chiqishlarini xohlasangiz, именно get ready shunaqa kiyimlar kiyib, obrazlar qilib, shunaqa video oling. Konkurensiyadan qo'rqadigan qizlarjonlar, hech nimadan qo'rqmanglar, chunki har bitta blogerni o'zini kuzatuvchisi keladi. Chunki hozir juda ham ko'p blogerlar, hozir juda ham ko'p influencerlar, lekin auditoriyasi реально живой, auditoriyasi kuzatadigan, auditoriyasi женский bo'lganlar juda ham kam. Что har bitta odam ham o'ziga kerakli auditoriyani ushlab olib bilmaydi. Yana bitta eng muhim maslahatim, hech qachon pul uchun bloger bo'lmanglar. Chunki qachon siz постоянно reklamada, qachonki постоянно har xil odamlarni reklama qilaverasiz, или же falsh bo'lsa, buni sizni auditoriyangiz juda ham yaxshi sezadi. Va albatta bu maslahatlarim absolutno besplatno, shu uchun faqatgina like bosib, kommentariy yozib yoki podpiska bossangiz juda ham xursand bo'ladi. Keyingi videolarimda profilni chiroyli upakovka qilish, montajlarni, programmalar haqida aytib beraman. Kuzatib boringlar. Всем пока.